Vatan deya birdek yeru osmonni, xalqini asraydi mard o'zbek o'g'lon. Uxlamaydi tunlar tinchlikni saqlab, kerak bo'lsa jondan kechishga tayyor. Xalqning xizmatida yurgan posbonlar. Sevara oila, men Jabor Rustam Fazliyev o'z o'rtog'im farzandlarimiz bilan Toshkent tumanida shahar joylashgan axborot markazi kutubxonasiga kelib foydalanib turamiz. Bunga biz mana bitta kutubxonadan kitob oldik. Kichkina shahzoda degan kitob oldik. Buni o'qib chiqadi. Men o'zim yo'lda Dostoyevskiyning qimorboz yosh yigitning yozganlari degan qissalarni romanlarni o'qib chiqaman. O'g'lim sinfimizda mana bitta kitobcha olgan, o'ziga loyiq sehrli shamchiroq degan kitobchani o'qiydi. Mana kutubxonaga har doim kelib, foydalanib, obuna kelamiz. Jondan kechishga tayyor, tinchlik uchun, el uchun, vatan uchun, xalq uchun xizmat o'tar g'urur bilan.